barcha dindar kishilar Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishi lozim. 2024-yili diqqatimiz prezidentlik raqobati va behuda kultural urush qatorliqlar bilan mashg'ul holatda ekan, xabarlarga diqqat nazar og'dirib turishni, bo'libmi ijtimoiy masalalarga inkas bildirishni o'z majburiyati deb his qildigan kishi uchun bu yil boshqa har qanday chog'dagidanmi bak natijasiz o'tayotgandek ko'rinmoqda. Men tava jamiyatdagi kishilar bizning bu xil masalalarga duch kelganligimizni men aytganida, men ularga diniy e'tiqodga ega kishilar bo'lish sifatimiz bilan xabarlarda tarqalganlarga diqqat qilib turib olmasdan, uning nerisidagi masalalarni ko'rib yetalishimiz kerakligini va eng jiddiy axloqiy masalalarga diqqatimizni og'dirishimiz kerakligini bayon qilib keldim. Barliq dindar kishilarning birlashgan front shakllantira oladigan bir soha borligini, u bo'lsa-mu Xitoy irqiy qirg'inchiligi ostidagi Uyg'ur masalasi ekanligini ularga aytaman. Isroiliya-Falastin to'qinishi, bola tushirib etish, o'xshash jinslarning o'zaro to'y qilishi qatorliq masalalar oxirlashmaydigandek turadi. Lekin mayli musulmonlar, mayli xristianlar, mayli yahudiylar, mayli jumhuriyatchilar yoki demokratchilar birdek ittifoqlasha oladigan bir masala bor. U bo'lsa-mu Xitoyning qonliq bostirishi ostidagi, majburiy emgakka silishi ostidagi, Xitoyning kelmas tutqun qilishi va irqiy qirg'inchilik qilishi ostidagi Uyg'urlar haqida, Xitoyning ularga qilayotganlarining insonning izzat hurmatini va diniy erkinligini dafsanda qilish jihatdagi nomusliq qilmish ekanligida har qaysi din va partiya mansublarining hammasi birlasha oladi. Yahudi bo'lish sifatimiz bilan bu jinoyatga qanday inkas qaytara oladiganligimizning bir o'rnak sifatida Eli Wiesel insoniylik fondi boshlamchiligidagi bir birlashmaning Yahudi korxona xo'jayinlarini o'zlarining Uyg'urlarni majburiy emgakka silish jinoyatiga sherik bo'lmaganligi to'g'risida paket o'tirg'i qo'yish jihatda besim qilmoqda. Xristian tashkilotlarimi mushu xildagi qadamlarni olsa, bu jihatdagi ta'sirchanlik eshishi mumkin. Yaqinqi tarixda xristianlar bilan yahudiylar Amerika fuqarolik huquq harakati, osonliqlarga diniy erkinlik berish va Janubiy Amerikadagi irqiy ayrimchilikqa qarshi turishni qo'llash jihatlarida hamkorlashdi. Biroq bugungi dunyoga nazar solganimda axloqiy maydonning kishini cho'chitgidek darajada kemiyib ketganligini ko'rmoqdaman. Bu xil kemiyishning bir qismining Amerikada dinning chekinishidan manbalangan deb qarayman. Bugungi Amerika gazetidagi dinsiz amerikaliklar 30%ga yaqinlashdi mavzusidagi maqolada bu xil diniy chekinish realligini ko'z oldimizda namoyon qildi. Yaqinqi necha 10 yil mobaynida dunyoda nurg'unlagan ijtimoiy yuksalishlarda vujudga chiqqan bo'lsaqmi, har bir shaxs axloqiy adolatni o'zining shaxsiy hayotida barpo qilmasa, dunyoning yaxshilanishi uchun elib beriladigan cho'ng ko'lamli harakatlarni ko'ra olmay qilishimizdan ansirayman. Bugungi Amerika gazetiga besilgan bayonotlar mening bu vaqtdagi andishlarimning o'rinsiz emasligini ko'rsatdi. Gazetdagi munosabatlik bayonda mundaq deyilgan: dinsizlarning pidoi bo'lish yoki saylamda bilet tashlash mumkinchiligi ancha cho'ng emas. Ziyoratni qabul qilgan amerikalik quramiga yetganlar orasida faqat 17% dinsiz kishining pidoilik faoliyatlarga ishtirok qilganligi. Dindar kishilar orasida bo'lsa, bu nisbatning 27% ekanligi. Saylamga bilet tashlashda 39% dinsiz kishilarning ishtirok qilganligi. Dindar kishilarning saylamga bilet tashlash nisbati bo'lsa 51% ekanligi aniqlandi. Biz dindar bo'lishdan iborat bu alohidligimizni zoyi qilmasak bo'lmaydi. Biz diniy e'tiqodimizni zamonimizda yuz berayotgan balo musibatlarga qarshi turadigan qo'ral qilishimiz kerak. Shuni tushunishimiz kerakki, din o'tmishdagi an'analarga voris qilish bo'lib qolmay, parlaq kelgusi yaratishdagi boyliqdir. Tangri adolatsizlikni, zulmni yoqtirmaydi. Adolatni va yaxshilikni amr qiladi. Agar siz Uyg'urlarga kelgan zulmni oxirlashtirish uchun qiladigan xizmatimizga qatnashishni xohlaydigan xristian bo'lsangiz, 17 va 18 aprel kuni Nyu-York shahrida o'tkaziladigan 2 kunlik birlashma yig'inimizga qatnashishingizni qarshi olamiz. Agar qatnasha olmasangiz, u holda majburiy emgakka chetishlik korxonalar haqida uchur to'plash orqali, bu xil korxonalarning mollarini sotib olmaslik orqali siyosatchilarga bu vaqtda davlat miqyosida harakat qilish uchun besim ishiltish orqali, hukumatlarga va shirkatlarga bu vaqtda iltimos yozish orqali bu jihatda yanada bir kishilik majburiyatingizni ado qila olasiz.
Uyg'urlar majburiy emgakka silinish orqali ishlab chiqarilgan tovarlarga munosabatli qonunlar yo'lga qo'yilgan bo'lsa-mu, bu qonunlar ta'sirchan holatda ijro qilinmayotidi. Bu jihatdagi ijroatlarning kuchaytirilishiga ehtiyoj bor. Bu jihatda boshlamchilik qila oladigan birdan-bir to'pning dindorlar to'pi ekanligini ilgari surmoqchi emasman. Ammo har inson Tangri oldida javob beradiganlik uchun bu jihatda o'z majburiyatimizni ado qilishimiz kerak deb qarayman.